Tayyor biznes sotiladi. Qanaqasini xozyaйственный magazin sotilyapti. Mana shu ko'rib turgan magazinlarning qarang, tayyor logotiplar. Hamma tovari bilan birga joyiga arendasini to'lasa bo'ldi. Hozir tushuntirib beraman, qaranglar. Marg'ilonda akvapark ko'pchilik biladi, yangi do'konga chiqib ketish, bu tomon O'qchiga ketish. Svetoforni tagida mana shu ko'rib turgan do'konlari, ishlab turgan joy. Ko'ryapsiz, mana reklamalari, logotiplari, hamma narsasi turibdi. Ichkariga kirishimizga bochkalar, polni santexnika mahsulotlari, polnisi. Keyin elektrokonstovarlar, ko'ryapsiz. Elektrokonstovarlar, bu tomonda samarez, bolt, mixlar, hamma narsa bor. Ko'ryapsiz, ketmon sopigacha bor ekan. Hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Даже pakrishkaga olib kelib qo'yishibdi. Xo'p, bu tomonga ichkari kirganimizda qarang. Unitazlar, rakvinalar turibdi, bollerlar turibdi, ko'ryapsiz, aristonlar, santexnika narsasi, ya'ni smesitellar. Polnisi qiziqarli joyi 24 soatlik kamera naблюдение ham bor. Ya'ni bu yer polni kuzatuv ostida. Kraskalar turibdi bu yoqda. Bu tomonda ham polnisi tovari to'la. Mana shu ko'rib turgan tovarlarning hammasi sotiladi, joyi ijaraga beriladi. Ya'ni mana shu ko'rib turgan tovarlarning Qo'qon narxidan, Qo'qondagi optimdan ko'pchilik olib keladi. Olib keladigan narxingizdan yana 10% arzonroq qilib beriladi. Bular hammasi hisob-kitob qilingan, ya'ni nechta nima qolgan. Даже gayka boltgacha mana shu narsagacha har bitta narsa sanab hisob-kitob qilib narxlari yozib qo'yilgan. Akamizda daftarlar turibdi. Hamma narsasi xolos yig'ishtirib olib chiqsin, joyini ijaraga beramiz deyapti. Mana shu turishiga deyapti, narxini kelishtirib aytganda 10% narxidan tushirib beraman deyapti. Joyni ijaraga beraman deyapti. Xolasa produktoviy magazin qilsin deyapti, ya'ni ovqat odamga yeb ichgan narsalar qilsin. Farqi yo'q. Yoki-da mana shu turishiga sotib olib, tovarda pulni berib, joyiga ijarasini to'lab yuraversin deyapti. Like bosib tarqatib, Marg'ilonda akvaparkda oldi tayyor biznes qidirib yurgan odamga video tashab beramiz.